Assalomu alaykum. Mana biz hozir Peshku limonchilik maktabidamiz. Mana plyonkaning ko'chadan ko'rsatib o'tamiz. Mana bu plyonka ikkinchi qavat plyonka mana. Ikkinchi qavat plyonka. Ko'chadagi bir bo'lsa bu ikkida, mana bu uchinchi qavat plyonka mana. Mana bu plyonkalar. Mana uchinchi qavat plyonka. Endi uchinchi qavat plyonkani ham tortamiz. Mana kirib chiqadigan eshiklar, mana bu limonlarimiz. Bizda mana limon sal kechroq yetiladi. Chunki biz o'sha shamollatib salqin ushlab kelganmiz. Maqsad nima? Maqsad o'sha dehqonlarimizga aytamiz, hali ham imkoniyat bor. Mana hali ertagacha vaqtimiz bor. Bemalol mana shuni 3 qavat qilib, mana devorda 2 qavat, o'rtada 1 metr koridor qo'yib, yana bir qavat qildik. Mana bu ust qismlarimizda ham mana muammolar bor, to'g'ri gap. Mana bu yerlar ochiq. Mana plyonkalar sal uzoqroqda. Bular ham tuzatiladi. Ustiga masalan o'sha chiqindi bo'lib yotgan plyonkalarimiz, ishlatilgan plyonkalarimiz sepilib chiroyli qilib boriladi mana. Mana bu esa mana ko'chatxonalarimiz. Nima demoqchiman? Harakat qilinglar. Usti 2 qavat bo'lishi mumkin, 3 qavat bo'lishi mumkin, lekin yonlarini albatta 3 qavat qilinglar. Mana shunaqa koridorlar bo'ladigan bo'lsa, yanada effekt beradi. Chunki bu devordan sovuq o'tishi pasayadi-da, ichki qismiga sovuq tushmasligi mumkin. Hech bo'lmaganda +2, +1 chiqqanda ham effekt beradi. Lekin aytib qo'yay bir narsani, bugungi holatda agar -2 ga tushadigan bo'lsa, issiqxonalar juda qattiq zarar bilan chiqadi. Sababi nimada? Sababi bitta. Agar limonzorlarda -2 gradus bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni qurtaklari orasidan chiqayotgan meva xonalarimiz bor-ku. Mana shu meva xonalarimiz muzlab qolishi mumkin. Bu praktikadan o'tgan narsa uchun men sizlarni ogohlantirib qo'yaman. Dehqonlar bir yordam bo'lsin deb. Mana hozir o'sha narsani ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'chatimizda mana. Mana shu meva qilgan joy, o'sha gulmo'g'ja joylar bor, shularni 100% urib ketadi. Shu uchun iltimos to'xtamang, harakat qilmang. Xullas, sovuq o'tkinchi.